Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Parda va nihoyat o'sha kun keldi do'stlar, sizlar bilan o'zimning YouTube kanalimni to'liqligicha obzor qilib beraman do'stlar. Albatta ko'rishingiz mumkinki, ushbu kanalda 1.700.000 dollar daromad qilgan, bu salkam milliard summa degani va albatta natija qila olmayapsizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta juda ham manfaatli bo'ladi. Aynan nima bo'lganligi, shuncha pul ishlash uchun nimalar qilinganligi kanalda batafsil bugun sizlar bilan ulashaman do'stlar. Shuning uchun albatta videoga like bosib, kommentariyada shunchaki biron bir raqam qoldirib ketsangiz ham xursand bo'laman. Albatta algoritm shunaqa ishlaydi. Kommentariya va likelar ko'p bo'lsa, videomizni ko'proq insonlarga ko'rsatadi. Haytgacha do'stlar, albatta aytgancha o'zimni tanishtirib o'tib ketsam, ismim Ulug'bek Parda va shu vaqtgacha juda ko'plab natijalar qilib kelganman. Mana shu uchun rekord summalarni ko'rib turibsizlar va albatta bu natijalarni bizani o'zimizni pro jamoamiz orqali erishganmiz. Albatta pro jamoaga qo'shilmoqchimisiz? Juda ham chiroyli qilib belgilab, chiroyli qilib nomlab qo'yibmiz. Kerakli bo'lgan bo'limga bosish orqali bizani darsliklarimizni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Aytgancha kattalar yo'nalishini qo'shganmiz. Seryozni temada ishlaydigan insonlar bo'lsa, albatta qo'shilishingiz mumkin. Qanaqa qo'shilamizmi? Albatta mana shu nomerlarga telefon orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu video o'zi amerikanskiy YouTube'da obzor qilishim mumkin emas, lekin bu kanalda umid uzilgan. Albatta buni sababini keltirib beraman. Va undan oldin albatta bu amerikanskiy YouTube kanalida polnis obzor qilib beraman. Shuning uchun ham menga videomga like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Albatta videoni cho'zmasdan boshlayman. Albatta do'stlar, qo'sh tirnoq ichidagi kimdirlar sizni amerikanskiy YouTube o'rgataman, u bu deb aldayotgan bo'lishi mumkin. Aynan qanaqa yo'l bilan? Ko'rishinglar mumkin 1.700.000 dollar daromad. Agar do'stlar men 1.700.000 dollar daromad qilgan vaqtim bu yerda o'tirmasdim, bu yerda bo'lmasdim. Lekin afsuski bu narsa fake. Men sizlarga hozir qanaqa bunaqa aldashlarni, ya'ni boshqa amerikanskiy YouTube'da katta daromad qilyapman deb screenshot tashlab aldayotganligini bitta yagona usul bilan ko'rsatib beraman. Ya'ni nastroyka bo'limiga o'tamiz va bu yerda общий bo'limida mana bu yerda valyuta ko'rsatadigan joy bor va bu yerda ular новый tayvanskiy dollarni ptichka qilib metkalab qo'ygan, ya'ni belgilab qo'ygan bo'ladi, lekin aslida realniy summa esa dollar США USD da ko'rsatilgan bo'ladi. Albatta bu kanalimizda 59.000 dollar daromad qilgan, bu salkam 700 million so'm degani o'zbek so'mida. Va albatta do'stlar, bu kanalda eng pekvi pul daromadi 25-yilda albatta 922 dollar daromad qilgan. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Esimda 922 dollar bir kunda daromad olib kelgan ushbu YouTube kanal. Va undan tashqari qolgan statistikalardan bo'lishsam, bu kanal 71 millionga yaqin ko'rishlar olgan, 4 millionga yaqin soat yig'ib bergan va 68 ming yaqin obunachilari mavjud do'stlar. Xo'sh, endi bu kanalimizni bugun obzor mobaynida aynan kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar, natijaga erisha olmayotgan insonlar uchun natija erishish bo'yicha barcha ko'nikmalar va ma'lumotlarni berib o'taman. Albatta bundan tashqari video oxirida sizlar uchun sovg'amiz bor. Sovg'ani oxirida olishinglar mumkin, faqat videoni oxirigacha ko'rishimiz shart. Xo'p, kelinglar content bo'limiga o'tib o'tirmaymiz, chunki content videolar bo'limi va undan tashqari auditoriya bo'limiga o'tamiz. Xo'p, auditoriyamiz bilan 1 yillik auditoriyamizni tanib chiqamiz. Kelinglar. Xo'p, birinchi ochratda bu auditoriyamizni Indoneziya mamlakatiga egallagan. Nima sababligini ham birgalikda biz bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Nima uchun Indoneziya davlati ko'rishini ham va Vyetnam, Meksika, Braziliya va Amerika Qo'shma Shtatlari bizning videolarimizni ko'rib kelyapti. Ya'ni shu regionlardan bizani kuzatyapti. Undan tashqari albatta o'rtacha yosh 40%, eng ko'proq yosh bu 34 yosh va 25 yosh atrofidagi insonlar ko'rishmoqda videomizni va undan tashqari subtitrga to'xtalib o'tirmayman. Subtitr umuman ahamiyati yo'q narsa. Xo'sh, undan tashqari mana bu gengga ham e'tibor berib o'tirmaymiz va aynan kerak bo'ladigan asosiy narsa bu shu region juda ham ahamiyatga va yosh. Endi yosh qancha kam, masalan 55-64 yosh ko'rsa, RPM shuncha baland bo'ladi. Aytgancha hozir RPM ga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, dahot bo'limiga o'tganimizda mana bizning haqiqiy real summamiz ko'rinib turibdi va ko'rishinglar mumkin, hech qanaqa sayt fake emas. Va undan tashqari bu saytimizda mana 59.000 dollar daromad. Undan tashqari mana pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda mana 0.83 sent, ya'ni bu 1 dollarga ham bormaydi va RPM shunchalik past. Ko'ryapsizlar, Indoneziya, Vyetnam ko'rgandan keyin nima kutishimiz ham mumkin bu kanaldan va 71 million prosmotr, juda katta ko'rishlar soni va undan 59.000 dollar daromad hisoblanadi do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, juda ham dahshat va yaqin orada shortslar yuklangan va bu shortslardan 0.25 lik va 0.5 sent o'sha har 1000 prosmotr 4800 0.25 dollar daromad topgan. Bunga to'xtalib o'tirish hojati yo'q, sent kopika pul. Xo'p, asosiysi reklamadan tushgan, ya'ni prosmotr reklamadan 59.000 dollar daromad kelib tushgan do'stlar. Xo'sh, undan keyingisi esa trend bo'limiga o'tirmaymiz. Bu aynan kerak emas bo'lim. Undan tashqari yana qayerlar ko'rsatishim mumkin? Xo'sh, aynan bu kanalda video kontentlarini va bitta kontent qancha pul olib kelganlarini batafsil ko'rsatib berishim mumkin. Kelinglar, content bo'limiga o'taman va ko'pchilik birdaniga ushbu videoni ko'rib sirasi kanalni izlab ko'rgan bo'lishi mumkin. Mana Bani TV, lekin do'stlar, baribir ko'p kanal videolarimni organizasiya qilib qo'yganman. Sababini hali aytaman.
Xo'p, aynan kelinglar bu yerdan filtr bo'limidan biz prosmotorni tanlab olamiz va bu yerga 1 million deb yozamiz. Chunki 1 million ko'rilgan juda ko'plab videolar mavjud. Hozir men sizlarga ko'rsataman. 1 million 31 million video ko'rilganiga kelib bitta total o'tib ketamiz. Aynan shu videomizni ahvati qancha daromad olib kelgan? 26 ming dollar daromad olib kelgan ko'rishingiz mumkin. 31 million prosmotr olib kelgan do'stlar. Xo'sh, undan tashqari bu kanalimizda juda ko'plab millionlar urgan videolar bor. Masalan, 11 million urgan, 2 million 400, 6, 7, xullas 31, 20, 2, 6, 1, 2, 1 millionlab prosmotrlar olib tashlagan. Mana shular o'zi juda katta summalarni olib kirgan hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, boyagi video 28 ming topgan va undan tashqari kelinglar oddiy videolarga kirib ko'rsaman. 2 million 700 ming prosmotr, 43 ming soat va 2900 yaqin obunachi va 2000 dollar shu videoni bitta o'zi ishlab bergan do'stlar. Undan tashqari ham juda ko'p videolar ham mavjud, aynan 1 milliondan ham kam bo'lgan, lekin masalan 500 ming, 600 ming, 700 ming, 800 ming ko'rishlar ega va aynan shunaqa prosmotr olgan videolar ham bor. Va kanal albatta men kids yo'nalishga burib ko'rganman va hech qachon o'xshamagan. Ko'rishingiz mumkin, DLDT qilib qo'yganman, sababi DLDT da ishlab ko'rmoqchi bo'lganman, lekin o'xshamagan. Va bu kanalda albatta nima bo'lgan? Albatta monetizatsiyasi o'chib qoldi va monetizatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bizning monetizatsiyamiz nima? Недостроенный, ya'ni inglizchasiga aytganda nima edi nomi? O'sha bir narsa deyiladi-yu. O'sha xullas kalam недостаточный, men tilimda gapiradigan bo'lsa, недостаточный content, ya'ni o'zbek tilida adashmasam content original emas deb tushgan. Albatta apellyatsiyamizga qabul bo'lmagan. Endi kutishimiz kerak, biz 8-yanvar kuni tashlaymiz va xudo xohlasa ushbu kanalimizda o'tkazish niyatim yo'q. Bu kanalda umid uzganman, bilasizlar, bu yo'nalishlar o'zlarining piki dedi, ya'ni brain rotlar o'tgan yil yozdi, bilasizlar, yondirib tashladi YouTube'da. Aynan shundan biz foydalanib qolganmiz va aynan shu yo'nalishda bu kanalimga pashli 2 ta apellyatsiya tushgan do'stlar va shu apellyatsiyalardan bechora qutulib kelgan va nihoyat yutqizdik. Albatta kanal monetizatsiyasi o'chib qoldi. Text TV kelgan va Text TVda biz menejerlar bilan gaplashib, konsultantlar bilan gaplashib, hech qachon kanalni qaytarib ola olmasligimizni tushunib yetganmiz do'stlar. Xo'sh, endi yana nimalarga to'xtaladigan bo'lsam, albatta mana shu kanal ham joyi kelganda mana ko'rishingiz mumkin, analitikada umuman nol bo'lib yurgan. Bu kanalni voz kechmoqchi yoki sotmoqchi ham bo'lganman. Misol uchun, bu 28 kunlik, hozir sizlarga misol endi eng pik davrdan boshlanganligi ko'rsatilyapti. Bundan tashqari ham o'tib qarasak, kanal umuman mana shunaqa holatda yurgan. Demoqchimanki do'stlar, bu YouTube shunaqa, ya'ni kutilmaganda portlaydi, lekin baribir opt rol o'ynaydi. Opt tajriba. Tamom. Boshqa narsa ahamiyatsiz. Siz случайно ko'tarilib, omad kelib qoladi degan narsa o'zi yolg'on narsa. Omad, YouTube'da omad rol o'ynaydi. O'ynaydi. Bir qismi YouTube'da omad. Lekin baribir ham omadga tayanib qolgan inson har doim yutqazadi. Har doim yutqazib keladi. Va shunda demoqchimanki, albatta YouTube'da omad bu bir qismi, lekin bu bir bo'lagi atiga, tortning bir bo'lagi hisoblanadi. Tortni butunligicha olmoqchimisiz? Albatta buning uchun intizom, sabr va opit kerak bo'ladi. Ya'ni sizning o'zingizning tajribangiz. Misol uchun o'sha vaqtlar Brain Rotda spinning wheel, endi bu yo'nalishning nomi spinning wheel hozir sizlarga qilishni maslahat bermayman. Bu monetizatsiyasi o'chib qoladi yoki bu yo'nalish hozir unchalik trend emas. Ya'ni o'z davrining eng zo'ri deydi-yu, Lionel Messi, Ronaldo deydi, shunaqa eng o'z davrining eng zo'ri. Va bunaqa yo'nalishlar o'sha vaqtda spinning wheel ishlovchilarda, men o'zim raqobatchilarni o'sha vaqtda analiz qilib yurgan vaqtim spinning wheelda Brain Rot sinab ko'rishmagandi va men buni prosta analizda bilib qoldim va Brain Rot sinab ko'rdim. Va shundan keyin bizning kanalimiz shunchaki portlagan. Mana shu narsa bizani sababchi bo'ldi aynan kanalimizning ko'tarilib ketishiga. Xo'sh do'stlar, demoqchimanki, optni bo'lishingiz shart va shuning uchun ham sizlar uchun bitta taklif bor, albatta mendan. Xullas kalom, mana shu kommentariyaning yoki mana shu video описание pastida anketaga uchun link qoldirib qo'yganman. U yerga o'tib, aynan kerakli bo'lgan savollarga shunchaki javob berib qo'ysangiz bas. Men o'zim sizga aloqaga chiqaman va siz bilan bog'lanaman. Undan tashqari albatta bizning Telegram kanallarimiz ham mavjud va Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev edi. Aytgancha do'stlar, o'sha kanal ham sotiladi. Sotib olgan narx hozirgi vaqtda $300. Olgan olsanglar ham bo'ladi. Albatta kelishamiz ham, ya'ni narx tushirishim ham mumkin. Va o'sha kanal ichida $1400 puli ham bor. Ya'ni apellyatsiya o'tkazib olsanglar, prosta yana $1400 prosta keladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.